Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Men sizlar uchun zo'r o'yin topib qo'ydim. Mashinani qarang, zo'rligini. Va. Bu shunaqa sirpanar ekan, borku. O'zi o'ynab maza qilib o'ynadi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, mana shu o'yinni tortib, o'zingiz zerikkanda o'ynashingiz mumkin. Qaranglar, bu joyi. Bu yerda tez qilsa bo'lar ekan. Har xil joylardan yurgizsa bo'ladi. Ketdik. Sinab ko'ramiz unda. Let's go. Videoga bitta like bosib qo'ying, men sizlarga ajoyib triklarni ko'rsataman hozir. Driftlarni. Poliyani qarang, ajoyibligini. Mana ketdi. Tabiat ham o'tdi, dahshat. Teksti ham, grafikasi ham o'ta kuchli ekan. Va qoyil qolmay iloji yo'q. Bu yerda xohlagan usulingizda mashinani haydashingiz mumkin ekan. Mana qarang. Va charchoqlaringiz chiqib ketadi-ku, buni qarang. Xohlagan turingizda boshqa mashinalarni ham sotib olsa bo'lar ekan. Boshqa mashinalarni ham sotib olsangiz bo'lar ekan. Ular $6 gina turar ekan. Biz hozirgacha mana shu mashinani ham bizga maza qildirdi. Mana qarang, joyi qarang. Men sizlarga polni obyektni tanishtiraman hozir. Bu joylarda domlada yurgizish, mana joydan trampdan sakrash. Va mana ketdi birinchisi. Wow! Mashinamiz yomon ahvol kelib qoldi. Biz boshqatdan qilamiz. Mashinani ham qiynamaymiz. Bizda reklama bor ekan. O'yinlarda reklama chiqish jonga tegdi, to'g'risi gap. Mana shu reklamani qanday yo'qotishni bilganlar kommentariyada yozib ketinglar, iltimos. Masalan, yana bu taraflarni ham ko'rsataman. Ajoyib joylari bor. Ovoziga maza qilyapsiz-ku, ovoziga. Mana qarang. Mana bu joylarda aylantiruvchi ichida yursangiz bo'ladi. Eshiklarimiz ochilib ketdi. Boshqatdan ketdi. Ovozini qarang. Bu o'yinni albatta yuklab oling, zo'r. Qiziqarli o'yinlar. Eshiklarigacha ochilib ketdi mashinani. Qarang, motor qismi tugadi deb aytayapti bizga. Internetni o'chirib qo'ymasam, bu baribir bizga o'ynatmaydi. Dubaydagi mashinadan ham kichkina samolyot ekan. Yuklamaymiz bu o'yinlarni. Jonga tegadi mana shu reklamalar bor-ku. Albatta o'yin o'ynagan paytingizda internetingizni o'chirib bo'lish kerak. Offline o'yinlarda. Agar offline o'yinlarda internetni o'chirib olmasangiz, xuddi mana shunday qiynalasiz. Ketdi. Driftlarni zo'rinda qilamiz bugun. Ketdi. Bir aylantirib chiqmasam drift qiladigan joylarni sizlarga. Qarang. Bunaqa joylari bor ekan, kelar. Basseynga ham tushmasdan o'tib ketdi. Qale! Masli kuchli bilaman mashina. Pravani ham o'qib olganman. Mana bu joyga chiqishga harakat qilamiz. Hoba! Ketdi. Kapotlarimiz ochilib ketdi. Hamma o'zini bilgan ishini qilgani yaxshi asli. Poliyani qarangiz, kengligini. Va! Paqillashiga boraman-da shu mashinalarni bor-ku men. Oynalarimiz sinib ketdi. Ajoyib o'yin ekan-a. Qarang, vau, maza qilyapsiz. Akalar, sizlarga qanaqa o'yinlar qiziq? Men zerikkanda mana shunaqa o'yinlarni o'ynab ko'rib izlanib turaman o'zim uchun.
Sizlar agar sizlar uchun qaysidir o'yinlar qiziq bo'lsa, meni kommentariyada yozib qoldiring. Men albatta o'ynab sizlarga ko'rsataman. Qaysi joyga chiqib beraylik? Mana chiqib beraylik. Mashinamiz chatoq bo'ldi. İşte balon, eshik. Wow, mana qaranglar akalar. Realni ishlab qo'yishgan, o'li. Look at this. How much I can offer 22. Mana zeriktirganda reklamalar zeriktiradi. Rostini. Nima qilsa bo'ladi akalar bu reklamalarni? Ne interesno menga bunaqa o'yinlar. Mana qarang, ketdi bizning mashinacha. Sırtlantirishga bormanda men borku. Ahvolga qarang. Vay. Hayotda agar sizni mashinangiz shunaqa bo'lib ketsa bormi? Dadangiz yoki akangiz sizni tirik qo'ymaydi. Afsuski bizda bunaqa minadigan joylar ham kam O'zbekistonda. Let's go! Joy qilib qo'yaman, nima ajoyib. Xavfli turklar qilib qo'yaman. Ale, turklar zo'rmi? Ikkitasini ochib, ikkitasini yopib, ikkitasini ochib, ikkitasini yopib. Bosamiz endi akalar, ketdi. Tezlikni qarang, 150 yurib turibdi mana shu holatda ham. Vay! Haqiqatan akalar yomon ishlab qo'yishdi bu o'yinni. Grafikasini qarang, kuchliligini. Mashkichni tunnelga kirib ketib qolaman hozir. Yo'q! Yo'q! Shundan nima ahvol qilib tashladik, aka? Videoga like bosmasangiz bu eshiklar uzilib tushib ketadi. Obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar, akalar. Endi tamom bo'ldi bu mashina.